Yosh kattalar eshitish uchun iltimos ayollar eshitmasin, chunki erkaklarga tavsiyalar bu. Ya'ni juda ko'p erkaklar jinsiy aloqada sifatli, yaxshi o'tkazish uchun tajriba yetarli bo'lmaydi. Ayolini qoniqtira olmaydi. Bunga sabab esa oddiygina o'sha jinsiy tarbiya yo'qligi. Biz erkaklarimiz aynan o'sha birinchi preludiya asosiy qismini qilmaydi. Ya'ni jinsiy aloqa misol uchun 2 minut bo'ladimi, 3 minut bo'ladimi? Preludiya yaxshi bo'lsa, o'sha 2 minut, 3 minutda ham ayoli bo'shana oladi. Ya'ni to'g'ri tayyorgarlik kelishi. Masalan, o'sha erogen zonalar deymiz, suhbatlar deymiz, jinsiy aloqaga tayyorgarlik, ya'ni yuvinib, taranib, hidlardan xalos bo'lib, yaxshi shirin so'zlar bilan, sovg'a salomlar bilan boshlash ham preludiyaning bir qismi hisoblanadi. Jinsiy aloqaga tap kirishib ketish bu ahmoqlik. Xullas, erkak kishi yonidagi partnyorini o'ylash kerak, ya'ni jufti halolini. U ham biz o'zbeklar andishalik indamaydi, lekin chet ellarda ochiq-oydin aytadi, "Men sendan qoniqmadim" deydi. Biz ayollarimizni qadrlash kerak va ularni ham haqqini berish kerak. Ya'ni tayyorgarlikda zo'r qilish kerak. Tayyorgarlik demak, hech bo'lmaganda yarim soat, 20 minut bo'lish kerak. Va undan so'nggina esa yaxshi sifatli jinsiy aloqa. Imkon qadar vaqtini nazorat qilib cho'zish kerak, chunki ayol kishi birdaniga lazzat ola olmaydi, unga vaqt kerak bo'ladi. Va albatta jinsiy aloqadan keyin, bo'shanib bo'lgandan keyin erkaklar ayoliga qaragisi kelmaydi, teskari qarab yotadi. Bu ham noto'g'ri. Albatta jinsiy aloqadan keyin yaqin munosabatlar, ya'ni suhbat, har doim jinsiy aloqadan keyin partnyor bilan savol-javob bo'lish kerak. Qoniqdingmi? Yaxshi bo'ldimi? Lazzatli bo'ldimi? Agar senga qaysi bir usul yoqadi deb ochiq-oydin gaplashish kerak. Bu jinsiy tarbiyaning bir qismi hisoblanadi.